Shirkatlar, ya'ni boshqaruv kompaniyalari fuqarolar bilan shartnoma tuzishga majburmi? Bunga ikki xil javob berish mumkin. Fuqarolar, aytaylik, boshqaruv kompaniyani sayladi va yig'ilish bayonnomasi rasmiylashtirildi. Ushbu yig'ilish bayonnomasida barcha shartlar, ya'ni xizmat ko'rsatilish tartiblari va unga to'lov miqdorlari belgilandi va boshqaruv kompaniya fuqarolarga shartnoma tuzishni taklif qildi. Va mana shunday holatda siz shartnoma tuzishni rad qilgan bo'lsangiz, siz bilan shartnoma tuzish majburiy emas, chunki yig'ilish bayonnomada barcha talab ko'rsatilgan. Mana shu yig'ilish bayonnomaga asosan shirkat sizdan pul talab qilishi yoki undirishi mumkin. Agarda yig'ilish bayonnomasida xizmat turlari va to'lov tartibi belgilangan bo'lmasa, ko'p kvartirali uylarni boshqarish to'g'risidagi qonunning 28-moddasiga ko'ra har bitta fuqaro bilan shartnoma tuzish kerak bo'ladi. Ya'ni shartnomada nimalar ko'rsatilishi belgilab qo'yilgan. Eng asosiy sharti esa boshqaruv kompaniya qanday xizmatlarni amalga oshiradi, ya'ni xizmatlar turlari albatta ko'rsatilishi kerak va mana shu xizmat uchun fuqarolar qancha miqdorda haq to'lashi albatta shartnomada ko'rsatilishi kerak. Demak, shartnoma 1 yildan ko'pi bilan 5 yilgacha tuzilishi belgilab qo'yilgan. Demak, mana shunday javob berishimiz mumkin. Shirkat boshqaruv kompaniyasi bilan bog'liq videolarni o'tkazib yubormaslik uchun ushbu kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.